Mana shampinyonlarni tozalab oldim. Hozir bitta toza suvga yuvaman-da. Keyin katta-katta qilib to'g'rab, tuzli suvga solib qo'yaman 5 minut. Parazit deganlar bo'lsa agar bo'ladi-da. Mana yuvib oldim. Endi o'zi to'g'rayman. Mana to'g'rab oldim. Endi tuzli suvga 5 minut qo'yaman. Tuz. Shunday 5 minut turadi. Bo'ldi. Endi qaynatib olamiz. Shu suvda ko'tarib olyapsan, ha? Shu suvda. Degan ham g'ayrat tergan paxta tergan. Zo'r ekan lekin. Dahshat-a? Qo'llar dard ko'rmasa, o'z mazasi yo'q deb kechada. Yo'q. Degan ham tomoq tushdi chiqqan. Rahmat. Rahmat. Umridan baraka topsin. Allohning huzurida ko'rsin. Shunday edi. O'zi maktabga o'qigan paytingiz katta tanafusga universiada oldik, chuvarga olay dedik. Yana yugurmakka kirib ketaylik. Degani o'sha maktab davrlarida degan. O'zim ko'rsamas. Ozgina tuz solib qaynataman. Qaynab chiqsa bo'ldi. Yaxshi suv. Yaxshi solib. Mana qaynab chiqdi. Bushlarga ko'tarib olamiz. Qaynagandan keyin shuncha bo'lib qoldi. Butun ham solgan edim. Mayda bo'lib qoldi. Butun solganim pitsa deb olib qo'yaman dedim, to'g'rab pareja qilib keyin. Mana bunday qilib to'g'rab, morozilikka olib qo'yaman pitsa uchun. Yo'q qilamiz. Hayır. Zamlar bo'lsin. Biraz azalt kadar. Biraz ozgina. Oy. Uzarsa endi tuz falan qo'yaman. Yo'q, ko'proq bo'lib ketgan ozgina. Hayır oldu. Geliyorum.